Xo'sh, quyidagi chizmadan x qiymatini topamiz. Hozir katta aylana tashqarisidan b nuqtadan BA urunma va B ning kesuvchi o'tkazilgan. Kichkina aylana uchun b nuqtadan BA urunma va B da ikkinchi urunma o'tkazilgan. Ixtiyoriy aylana tashqarisidan ikkita urunma o'tkazilsa, ikkita urunmaning uzunliklari bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni B dan A gacha bo'lgan masofa 10 bo'lsa, B dan B gacha bo'lgan masofamiz ham 10 ga teng bo'lar ekan. B dan C gacha 5 bo'lsa, C dan D gacha bo'lgan masofamiz ham 5 ga teng bo'ladi. Endi urunma va kesuvchi mavzusiga oid xoslar bor. Ya'ni urunmaning kvadrati teng bo'ladi. Ya'ni BA ning kvadrati teng bo'ladi. BC ko'paytirilgan BY ga. Shunga asosan BA hozir 10 ga teng, 10 ni qo'shsalaring 10 ning kvadrati 100 teng bo'ladi. BC'miz B dan C gacha 5 ga teng, 5 ko'paytirilgan BY esa B dan Y gacha bo'lgan masofa 10 qo'shilgan x ga teng. 10 plus x. Bu 5 chap tarafga bo'lishib o'tib ketsa 20 teng bo'ladi 10 qo'shilgan x ga va bundan x ga qiymati 10 ga teng ekanligi chiqadi. Demak, x ning qiymati 10 ga teng.